Assalomu alaykum, qadrli Samarqand Unikafon obunachilari. Biz tashrimizni uzoq joyda Qashqadaryoda bitirib oldik. Xudo xolasa bitta deb qoldi. Karniz qo'yilish jarayonida va kosmos 2 ta qo'yib bersak bitadi. Xudo xolasa tashqarisiga 3D fasonda qilib berganmiz. Juda ham akkuratni qilib tarafimiz ketgan, kazorogimiz, orqasi dumaloq konizda qilib berilgan. Ikkita tarafda burchaklari bir xil va regellarni bir xil qilib tushirib beryapmiz. Mana bu yerda pastga tushib ketgan sababi darvozani katta qo'yadigan bo'lsa, kvadrat hozir 2 million bo'lgan. O'shancha pastga tushirib berdik. Ham akkuratni qilib kosmosimizni olib kelib oldik. Kosmos ideal holatda keldi. Xudo xolasa kanizlarimizni qo'yilish jarayonida ikkala tarafiga gul qo'yiladi. Keyinchalik hozir ikkita joyiga kosmos qo'yib bersak bo'ldi. Bu fasonimiz chekkasi gul, o'rtasi pechenniy shaklda qilib berilgan. Bu tarafiga faqat regellarimiz bilan kazoroklarimizni qilib berganmiz. Oyvonimizda xudo xolasa jinday pulimlar bo'lgandan keyin qilinadi. Ham idealni chiqaraveramiz. Kimga shunaqa ish bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqish mumkin.